Lüksimizden devam hürmetlik vatandaşım. Bu iş Amerika ile Tayvan'ın oturusudaki iş. Tayvan-Amerika münasebeti bu iş Amerika ile Tayvan'ın oturusudaki iş. Ben bu kanunla yeni devamlık ilgili sürüş gerek dep hesaplayım. Washington Post'si gazete haftanın 4. günü haber kılıp mundaq ko'rsatdi. Jungo hükümeti Amerika Devlet Meclisi'nin Amerika Tayvan münasebetini kuchaytirishga bog'liq ma'qullagan Tayvan sayli sayohat qonunini ilgirletishi to'xtatishini talab qildi. Hamda Amerika Devlet Meclisi Tayvan meselesida qizil chiziqdan o'tib ketdi deb aybladi. Xabarda mundaq tilga olindi. Jungo hükümet tahdid silib Amerika Devlet Meclisi ma'qullagan qonun loyiha Amerika Jungo münasebetiga açık akıbat elip geldi dedi Jungo taraf. Devlet Meclisi'nin azası cevap kaytırıp Tayvan sayılı sayahat kanunu Amerika ile Tayvan oturusundaki işti. Ben Jungo'nun devamlık bu iş Jungo'nun işki işi deydiğallığını bilemem. Lakin bu iş yani Tayvan'ın işi herkes Jungo'nun işki işi emas. Lakin bu iş herkes Jungo'nun işki işi emas. Bu Amerika ile Tayvan oturusundaki iş. 20 asırdan artık vakit öttü. Tayvan emniyetki müstakil devlet bulup geldi deydi Çabut Efendi. Tayvan'da demokratik sayılan var. Güçlü iktisadı var. Ve Amerika'daki dostu var. Hem dünyada bir devletlik ordu var. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Tayvanga munosabatda qonun loyiha Jungo'nun egilik huquqi, zamin butunligi, bexatarlik manfaati qilingan ig'vogarchilikdir. Cumhuriyetçilerden Devlet Meclisi'nin a'zosi Jungo komitetining raisi Christopher Smith ta'kidlab mundaq ko'rsatdi. Jungo Tayvanga ega bo'lolmaydi. Yuqorqi gap xabarda Tayvan to'g'risi Jungo'ning gapi. Biz Tayvanning do'sti. Christopher Smith deydiki biz Tayvanning do'sti. Biz Tayvanni hurmat qilamiz. Tayvanda mustahkam demokratik tuzum bor. Parlamentning siyosiy faoliyatlari yaxshi. Jungo Tayvanga ega bo'la olmaydi. Jungo Tayvanga ega bo'la olmaydi. Christopher Smith yana mundaq ko'rsatdi. Bu Jungo'nun tashqi siyosati emas. Bu bizden tashqi siyosetimiz. Diqqat eting. Sen agar dunyo qarab boqadigan bo'lsang, Jungo'ning nurg'un davlatlarga besim ishlatib, Tayvan masalasida Jungo'ga yo'l qo'yishga majburlayotgan misollar bor. Uzundan beri Tayvanni qo'llab kelayotgan demokratlardan Eliot Engel Jungo'ning alpozidan qo'rqmay, Tayvanni davomli qo'llaydigan maydonni ifodaladi. Munda ko'rsatdim, men Tayvanni qattiq qo'llaydigan odam. Men Tayvan bilan Amerika o'rtasida ittifoqdoshlik munosabatini qo'llayman. 1979-yili Tayvan munosabat qonuni ma'qullangandan beri necha 10 yil muqimlik elib keldi. Biz Tayvandagi do'stlarimizga qat'iy qo'llashimiz kerak. Washington Post'si gazete haftanın 4. günü xabar e'lon qilib mundaq ko'rsatdi. Jungo'nun Amerika turishlik bosh elchisi Suytiyankay Amerika Davlat Meclisi a'zolari xat yozib, Davlat Meclisining Tayvanga aloqador qonun loyihasi ilgari surishini to'xtatishni talab qildi. Xabarda mundaq ko'rsatildi. Avom palatasi tashqi munosabatlar komitetining a'zosi demokratlardan Eliot Engel mundaq ko'rsatdi. Suytiyankayning xetida ishlatilgan tahdid talaffuzining menda qoldirgan ta'siri chunqur. Jungo dunyoning har qaysi joylarida mashunda qattiq vositalarni ishqilayotdi. Lekin qiziqarli tarafi shuki, Jungo hozir Amerika Davlat Majlisiga mundaq tahdid xarakterlik mujmal besim ishlatish nayrini ishga solsak bo'ladi deb chaqlayotdi. Bu xabarga inkos yozgan bir kishi mundaq yozdi. Junhua Mingo devleti bilen Amerika Qo'shma Shtatlarini do'stligi mangu gullab yashnasin.